Xullas kalom bitta narkoman qizni olib qo'ydim Petirda, Yandex'ga yurgan paytim zakaz tushdi. Bordim zakazga, bitta shu bo'yi uzun, chiroyli qiz chiqdi. Mashinaga o'tirdi. Xullas kalom adresiga olib boryapman, shu burnidan qon kelyapti. Telefonda gaplashyapti-da. Dugonasi bilan mazam yo'q, men borsam bitta meni tuzatib qo'y, u yoq bu yoq deb. O'ynachadan ko'ryapman, uje birinchi marta emas-da bunaqa tushgan. Yosh bo'lsa bir 30 yoshda bo'lsa kerak-da. Shu burnidan qon kelib yotibdi, bunday artadi. Xullas manzilga borib yetdik ki endi bilad boshladi-da, shu manzilga yaqinlashdikki, millatchilikni boshladi. Nimaga sizlar Rossiyaga kelasizlar, u yoq bu yoq. Keyin to'xtadik, adresiga kelib to'xtadimki, o'zidan o'zi shu baqiryapti, shantaj qilyapti, nimaga meni so'kasan deyapti. Hayron qoldim-da, nima bo'lyapti senga, nima bo'lyapti, puling yo'qmi? Tushib ketaver, baqirma deyapman. Yo'q, senlar o'zi nima bu yerga kelib o'zlarini yo'qotib qo'ygan, u yoq bu yoq deb so'kib tashlayapti-da, qanchiq haromat. Nima deyishimni bilmayman, o'zim militsiya chaqiraman, u bu deb chista shantaj qilyapti-da. Bor tushay dedim, bilad. Bo'ldi dedim, shu 500 rublli yo'l bo'lgan, o'zi yo'l kira bo'lgan. Shuni bermoqchi emas-da, yosh qiz, shunaqa chiroyli kiyingan. Bunday agar normalniy bir qiz bo'lganda, misol qanday desam, bunday havasiz keladi-da. Lekin nasam dedim, mana shunaqa narkoman, mana shunaqa bizni bolalarni shantaj qilib yuradigan qiz ekan-da. Shunga ehtiyot bo'linglar, har doim shu video registrator bilan yuringlar. Nimagaki bularga oson-da. Mana shunaqa qilib shantaj qilib militsiyaga beraverishi ham hech gap emas. Hozir shunaqa vaziyat bu yoqda juda ham og'ir, Sankt-Peterburgda. Shunga doim ehtiyot bo'lib, ehtiyotingizni qilib yuringlar. Ko'p bunaqalar juda ko'p Peterda. Men ko'rib yuribman, juda ham ko'p. Так что yoqqan bo'lsa video, bitta like, bitta podpiska sizlardan, bundan ham zo'r nimalarni chiqaramiz videoni.